Bir daqiqa. Siz hech o'ylab ko'rganmisiz, agar siz o'z qayningiz yoki qaynona bilan bir xonadonda yashasangiz, nima bo'ladi? Va agar bu qaynona emas, balki qayn uka bo'lsa? Bugun men sizga shunday bir oilaviy sirlarni ochamanki, siz albatta oxirigacha tinglaysiz. Chunki bu hikoya har bir uyda sodir bo'lishi mumkin. Bir daqiqa. Siz hech o'ylab ko'rganmisiz, agar siz o'z qayningiz yoki qaynona bilan bir xonadonda yashasangiz, nima bo'ladi? Va agar bu qaynona emas, balki qayn uka bo'lsa? Bugun men sizga shunday bir oilaviy sirlarni ochamanki, siz albatta oxirigacha tinglaysiz. Chunki bu hikoya har bir uyda sodir bo'lishi mumkin. Madina va uning oilasi. Madina oddiy, mehnatsevar ayol. U universitet bitirgan, hozir maktabda ingliz tili o'qituvchisi. Turmush qurganiga 6 yil bo'ldi. Eri Javohir yaxshi odam, lekin biroz yumshoq fe'lli, oilasiga juda bog'langan. Ular alohida kvartira olib, tinch-totuv yashayishardi. 2 farzandlari bor, 5 yoshli qiz va 3 yoshli o'g'il. Hammasi zo'r edi, ta bir kun qadar. Bir kuni Javohirning onasi qo'ng'iroq qildi va dedi: "Bolam, senga bir gap bor. Aka-ukang Sardor universitet bitirdi, ish qidiryapti. Bir muddat senga qolsa bo'ladimi? Faqat 2-3 oy, keyin o'zi ketadi." Javohir rozi bo'ldi. Madina ham e'tiroz bildirmadi, axir oilaviy yordam-ku. Sardor keldi. 19 yoshli, baland bo'yli, sodda ko'rinishli yigit. U tashqaridan juda xushmuomala ko'rindi. Lekin birinchi shubhali belgilar Sardor uyga kelganidan 2 hafta o'tdi. Madina payqadi, Sardor uni galati tarzda kuzatadi. Oshxonada ovqat tayyorlayotganda, bolalar bilan o'ynayotganda, hatto televizor oldida o'tirganda ham Sardor har doim yaqin atrofda bo'lardi. Bir kuni Madina vannadan chiqdi. Sochini quritish uchun koridorda o'tirdi. Sardor tasodifan o'tib ketayotganda sekin kuldi va dedi: "Opa, siz juda chiroylisiz." Madina qotib qoldi. Bu gap oddiy iltifot emasdi. Ohangida nimadir boshqacha edi. U buni eriga aytdi. Javohir esa dedi: "Yo'q, sen ortiqcha o'ylayapsan. U hali bolada, gap yo'q." Lekin Madina ichida tashvish bor edi. Va endi gap yanada murakkablashdi. Chunki Sardorning xatti-harakatlari faqat so'z bilan cheklanmadi. U yana bir qadam oldinga borishga qaror qildi. Va Madina bu gapni endi yashira olmadi. Telefondan xabarlar. Bir kuni Madina telefoniga notanish raqamdan xabar keldi. Xabarda shunchaki yozilgan edi: "Salom, opa. Men Sardor. Iltimos, bu bizning sirimiz bo'lsin." Madina hayron bo'ldi. Nima siridan gap ketayapti? U javob yozmadi. Keyingi kun yana xabar: "Siz menga yoqasiz. Men bilaman bu noto'g'ri, lekin men hissiyotimni boshqara olmayman." Madina endi vahimaga tushdi. Bu qayn ukasi. Bu uning erining ukasi. U darhol Javohirga ko'rsatdi. Javohir boshida ishonmadi. "Yo'q, bu albatta noto'g'ri raqam." Lekin Madina qattiq gapirdi. "Javohir, mana raqam. Mana sanalar. Bu senikidan ketayotgan xabarlar." Javohir cho'kdi. U ukasini chaqirdi, qattiq gapirdi. Sardor aybini tan oldi, yiglab yubordi, kechirim so'radi. Javohir uni uydan haydadi. Lekin hikoya bu yerda tugamadi. Sardor ketdi. Lekin 2 hafta o'tgach Javohirning onasi qo'ng'iroq qildi. U yig'layotgan edi. "Bolam, sen ukangni uydan haydibsan. U hozir depressiyada, hech narsa yemayapti. Hammasi sen ayolingning yolg'onlari." Javohir vahimada. U onasini ham, xotinini ham yaxshi ko'radi. Va u ortada qoldi. Madina esa achchiq his qildi. U aybdor bo'lib qoldi. U endi oilada yomon kelin, ajratuvchi, yolg'onchi deb atalardi. Do'stlar, bu hikoya birdan-bir emas. Afsuski, bu muammo ko'plab oilalarda uchraydi. Statistika: O'zbekistonda har 10 nikohdan 3tasi oilaviy muammolar tufayli ajralishga olib keladi. Psixologlar ma'lumotiga ko'ra, 40 oilaviy konfliktlar erning qarindoshlari bilan bog'liq, ayniqsa kelin-qaynona, kelin-qayni aka-uka munosabatlari eng zarar keltiruvchi omillardan biri. Psixologlarning fikricha, taniqli oila psixologi Dr. Nazira Rahimovaning so'zlariga ko'ra, ko'plab erkaklar o'z oilalari va xotinlari o'rtasida tanlov qilishga majbur bo'lganda 70 hollarda onasining tarafini tutadi. Bu madaniy va psixologik sabablarga asoslangan. Va aynan shuning uchun Madina kabi ayollar endigina o'z haqlarini himoya qilishga o'rganishmoqda. Ikkinchi misol, yana bir ayolning hikoyasi. Keling, sizlarga yana bir qisqa voqeani aytib beray. Bu safar qahramon Nilufar 32 yoshda.
Nilufarning qayn akasi unga yaqinlashishga harakat qilgan. Hatto bir kuni Nilufar uyda yolg'iz qolganda, qayn aka tashrif buyurdi va uni quchogiga olmoqchi bo'ldi. Nilufar hayqirib yubordi, qo'shnilar keldi. Lekin keyinchalik nima bo'ldi bilasizmi? Oilada Nilufar jamoatga sharmandalik keltirgan deb hisoblandi. Eri Nilufarga dedi, nega sen o'sha paytda jim bo'lolmading? Bu ayollarning eng qattiq og'riqlari. Ular aybdor bo'lmasa ham aybdor deb ko'rsatiladi. Do'stlar, men sizlardan bir narsani so'ramoqchiman. Agar siz ayol bo'lsangiz, o'z his-tuyg'ularingizga ishoning. Agar biror odam sizni noqulay his qilsa, agar biror so'z yoki harakat sizni bezovta qilsa, buni aytishdan qo'rqmang. Bu sizning haqqingiz. Agar siz erkak bo'lsangiz, xotiningizga ishoning. U sizga yolg'on gapirmaydi. U shunchaki hurmat va himoya kutadi. Agar siz ota-ona bo'lsangiz, o'g'lingizning xotini ham sizning farzandingiz. Uni himoya qiling, ishoning, tinglang. Madina hozir qayerda? Madina hozir eridan ajrashgan. U 2 farzandi bilan alohida yashaydi. Og'ir, lekin u tinch. U endi o'zini xavfsiz his qiladi. Ba'zan tinchlik muhimroq. Agar bu hikoya sizga ta'sir qilgan bo'lsa, iltimos, like bosing. Bu menga katta yordam, komment qoldiring. Sizning fikringiz menga juda muhim. Siz shunday vaziyatga duch kelganmisiz? Yoki siz nima qilgan bo'lardingiz? Subscribe qiling. Biz har hafta shunday hayotiy, haqiqiy hikoyalarni muhokama qilamiz va esda tuting, sizning tinchligingiz, sizning eng muhim mulkingiz. Keyingi videoda ko'rishguncha. Xayr.